10 kunlik kelinchakni olib kelishadi. Kelinimda bepushtlik bor ekan degan muammo bilan kelishadi. Kim zeriksa, kim bekorchi bo'lsa, kimni qiladigan ishi bo'lmasa, albatta shu savol beradi. Qalay yengili bormi? Qaynoq olib kelyaptilar, qaynoq oyijonlari yetyaptilar. Kelinim bepusht ekan. Men birinchi turmushimda farzand qildirib qo'yganman, menda hammasi joyida deyaptilar. Erkak kishi aytadi, tug'masi qisir sigir ekansan de. Stress bu hayot. Stressni yo'qligi bu hayot to'xtaganini bildiradi. Mana shu 15 kun ichida necha marta jinsiy munosabat bo'ldi desam, yo bir marta yo 2 marta. Ota-onamiz bizni ajratishmoqchi. Bizi rozimiz shunaqa yashashga, agar farzandimiz bo'lmasa, homiladorlikni tanamiz, aqlimiz, miyamiz bu xavf deb hisoblaydi. Oilaviy munosabatlarda mana bu farzandsizlik deymizmi, kelishmovchiliklar deymizmi, aybdor umuman bo'lmaydi. Aybdor faqatgina sud zalida bo'lishi mumkin. Albatta. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi navbatdagi ko'rsatuvimiz soni psixolog bilan suhbatimiz hisoblanadi va bizning bugungi dasturimizning mehmoni malakali psixolog, psixoterapevt Hilola Yunusxo'jayeva bilan farzandsizlik muammosi oilalarda qay darajada ta'sir qilishi va zamonaviy eko programmalari haqida suhbatimiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom qilinglar. Farzandsizlik muammosi oilalarga qay darajada ta'sir qiladi? Bilasizmi, qabulimga juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Aynan farzandsizlikni erta bosqichlarini o'zida 1 oylik kelin, 10 kunlik kelinchakni olib kelishadi. Kelinimda bepushtlik bor ekan degan muammo bilan kelishadi. Bu muammo nafaqat psixologik, balki ijtimoiy, balki jismoniy, to есть har 3 tomonlama ahamiyatli. Chunki haligi yosh kelinchak yangi xonadonga, yangi muhitga tushyapti va unga 10 kunda san bo'yinda bo'lmading yoki 1 oyda 2 oyda san bo'yinda bo'lmading, demak sanda nimadir joyida emas, nimadir ne to degan stigmatizatsiya ketadi. Buni birinchi o'rinda oila a'zolaridan his qiladi ayol kishi. Va eng ko'p beriladigan o'zbekni savoli bor. Albatta. Yengilik bormi? Kim zeriksa, kim bekorchi bo'lsa, kimni qiladigan ishi bo'lmasa, albatta shu savol beradi. Qalay yengili bormi? Nima ekan, qachon ekan? Qachon bo'yinda bo'lar ekansan? Qancha kutishimiz kerak ekan? Bir kuni olib kelishdi shunaqa holat, 3 oylik kelinchak va qaynoq olib kelyaptilar, qaynoq oyijonlari yetyaptilar. Kelinim bepusht ekan. Men savol berdim, ginekologga ko'rindinglarmi, tashxisni tasdiqlatdinglarmi desam, yo'q, olib bormadi. Nimaga asoslanib siz 3 oylik kelinchakka bepusht degan tashxisni qo'yasiz? Buni vrach qo'yadi. 3 oyda qo'yilmaydi bu tashxis. Uni qo'yish uchun o'zini kriteriylari bor. Bu yerda nafaqat kelin, balki yigit ham, qiz ham ikkalovi birga tekshiruvdan o'tish kerak. Qator tekshiruvlari bor, uni davolash usullari bor. Hozir juda ham ko'p, juda ham zamonaviy usullar chiqib ketgan. Ya'ni farzandli bo'lishni imkoniyatlari cheksiz, chegarasiz desak ham bo'ladi. Lekin bizni xalqimiz baribir bolajon bo'lgani uchun, bolani juda ham yaxshi ko'rgani uchun tezroq bo'lsin deydi va shuning uchun ham ko'proq bosim o'tkazib qo'yiladi va bu yerda eng katta bosim birinchi o'rinda bu ayol kishiga bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, siz psixologsiz, siz ko'proq ayollarga yon bosasiz, shuning uchun ko'proq kelinlarni, ayollarni yonini olasiz deyishadi. Yo'q. Aslida bu bor haqiqat. Bizning mentalitetda, aynan O'rta Osiyo hududida aynan farzandli bo'lish yuklamasi ko'proq ayollarga tashlangan. Nimaga? O'zi evolyutsiya nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ayollar bu ko'proq onalik vazifasi bilan bog'liq bo'lsa, otalik vazifasi bu boqish, himoyalash, ta'minotga borib taqaladi. Shuning uchun ham ko'pchilik oilada mana e'tibor bergan bo'lsanglar, shifokorga borishsa, asosan ayol kishi vrachga boradi. Birinchi o'rinda akusher ginekologga boradi, endokrinologga boradi, UZI qiladi, tekshiruvlardan o'tadi, gormonlarni tekshirtiradi. Erkak kishi bo'lsa bir gap o'zi aytadi. Menda hammasi joyida. Ishonasizmi, yaqinda hali 1 oy bo'lmadi, qabulimga bir juftlik keldi. Taqdir taqozosi bilan shunaqa bo'lganki, ikkala juftni a'zosini ham bu ikkinchi turmush ekan va
qiz birinchi turmushda unaqa uzoq muddat yashamagan. Yigit bo'lsa, o'sha birinchi turmushdan bitta farzandi bor. Va menga shunaqangi zapros bilan kelishyapti. Orada farzand yo'q, hali bo'lmadi. Taxminan bir 3 yildan beri farzand yo'q. Doktorlarga bordik, ginekolog hammasi ko'rdi, hammasi joyida, lekin baribir farzand bo'lmayapti. Sizga yuborishdi, как psixoterapevt sifatida ko'rib bering, muammo miyada ekan deydi. Analizlarni ko'rib chiqaman. Endi baribir vrachimiz, men ginekolog bo'lmasa ham umumiy bilimga egamiz. Haqiqatan kelin-poshada hammasi joyida. Hech qanaqa gormonda, hech narsada muammo yo'q. Afsuski shunaqa holatlar ham bo'ladi, ya'ni juftliklarning birida yoki ikkalovida ham hammasi joyida bo'ladi, lekin baribir farzand bo'lmaydi. Ko'rib chiqdimda so'rama, kuyov bola, sizni tekshiruvlaringiz qani, spermogramma topshirishingiz kerak, urolog o'zini maxsus tekshiruvlari bo'ladi. Men birinchi turmushimda farzand qildirib qo'yganman, menda hammasi joyida deyaptilar. Yo'q, bundan oldingi turmushda farzand bo'ldi degani hozir ham hammasi joyida degani emas. Ular birinchi turmushga urg'u beryaptilar. Albatta. То есть men o'sha payt nasl qoldirish qobiliyatim bo'lgan-ku, haligacha shu narsa bor. Bor shamollashlar bor varikatsiya degan kasallik ko'p-da, misol uchun urologik kasalliklarni ham ko'radigan bo'lsa, juda ham ko'p va ular ham oxir oqibatda yoki surunkali stress bo'lishi mumkin. Bu ham albatta o'zini ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Lekin baribir oilada urg'u ayol kishiga ketyapti va eng muhimi ayollar o'zida ham shunaqa fikrlash borda, muammo menda degan tushuncha bor. Men farzand bera olmayapman, men bo'yimda bo'la olmayapman, demak menda nimadir joyida emas, nimadir ne to. Men mana shu yosh oilalarga, men farzand ko'rish arafasida farzand ko'rishni istagan oila juftliklarga va ularni yaqinlariga shunaqangi maslahat bergan bo'lardimki, agar siz farzand rejalashtirayotgan bo'lsangiz va hozirda bu narsa o'xshamayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda ayblashni bas qiling. Hattoki shunaqangi holatlar bo'ladi, aksariyat holatda ular ochuchasiga ayblashmaydi. Lekin ich-ichidan erkak kishi aytadi, tug'masi qisir sigir ekansan-da. Bu miyasidan o'tqizdimi shu narsani aslida shuni o'zi yetarli. Qanchalik ko'p miyasida ayblasa, yonidagi partnyori jufti o'zida bu narsani his qiladi. Yoki bo'lmasam ayol erini ayblayaptimi, buni o'sha turmush o'rtog'i his qiladi. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda yana bitta jihat borki, ular endi oila sifatida faoliyat yuritmaydi. Bitta komanda sifatida faoliyat yuritmaydi. Ular bir-biri bilan jang qilishni boshlaydi. Raqibdek bir-biri bilan. Raqibdek ko'rishni boshlaydi. Qanaqa raqib? Ayb menda emas, yo'q ayb menda emas deb ikkalovi o'zini aybsizligini ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin oiladan maqsad nima? Bu juft bo'lib yaratildi-da ular birga yashayapti. Maqsad nima? Ularning hayotiga duch kelayotgan muammoni birgalikda yengish. Va bu aynan hozirgi holatda, aynan shu damda ular hozir farzandli bo'la olmayapti. Va mana shu muammoni hozirda juda ham ko'p zamonaviy, oson, yengil yo'llari juda ham ko'p. Mana shuni birgalikda topib, birgalikda davolab, birgalikda farzand baxtini ko'rish imkoni menimcha bu baxt bo'lsa kerak. Qarang, Hilal opa, shu yerda bitta narsani so'rab ketmoqchiman. Hozir boya o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, stress. Ajralishi o'zini ham stress deyish mumkinmi? Albatta. Ajralish, ya'ni ayol va erkak o'rtasidagi voy, bilasizmi? Gansile degan olim borda, bo'lgan va bu olim tibbiyot, psixologiya faniga stress degan atamani kirgizgan. Va bu odam aytibdi, stress bu hayot. Stressni yo'qligi bu hayot to'xtaganini bildiradi. Ya'ni har bitta harakatimiz, har bitta to'qnashuvlarimiz bu stress. Va ko'pchilik insonlar aytadiki, "Men stresssiz yashashim kerak." Yo'q, stresssiz hayot yo'q. Mana siz bilan gaplashyapman, endi tanishdim, bu ham men organizmim uchun, men ruhiyatim uchun stress bo'lishi mumkin va bu absolyutno normalni. Va buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Agar biz shu narsani o'zimizga normal holat deb qabul qila olsak, to'ppa-to'g'ri. Shunchaki biz stressni to'g'ri, ekologik yashab o'tishni o'rganishimiz kerak. Misol uchun, yangi kelinchak deymizmi, hozir juda ham zamonaviy oilalar ko'pda. Endi agar eski muammoni ko'taradigan bo'lsa, yangi kelinchak ota-onasi bilan yashaydi. Lekin aytishligi mumkin, biz qaynota bilan yashamaymiz, biz alohida yashaymiz.
Lekin bu ham stress hisoblanadi. Yangi inson, siz bu insonni 1 oy oldin, 2 oy oldin endi tanidingiz, endi turmush quryapsiz, endi bitta yostiqqa bosh qo'yyapsiz, endi nozik masalalarni ko'taryapsiz. Siz bu haqida na tajribangiz bor, na bilimingiz bor. Siz bu narsani umuman bilmaysiz. Qanday qilib hech narsa bo'lmaganda yangi inson bilan zo'r yashab ketishingiz mumkin. Siz bir-biringizni o'rganishni boshlaysiz. To'g'rimi? Va bu ham mana shu moslashish, adaptatsiya etapi ham organizm uchun stress hisoblanadi. Va eng muhimi mana shu stress vaqtida juftliklar bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-birini o'rganib, bir-biri haqida o'zaro yangi xulosalar chiqazib, o'rganish bu juda muhim hisoblanadi. Nafaqat ajralish stress hisoblanadi, birga yashash, yangi muhitga ko'chib o'tish, bizda mana o'zbekona xonadonlar bor, o'zbekona an'analar bor. Men juda ham hurmat qilaman bu an'analarni, lekin shu bilan birga oila a'zolari qiziqishi, ba'zida hattoki shunaqa bo'ladiki, intim masalalar bo'yicha qaynona qiziqadi, intim masalalar bo'yicha qaynota qiziqadi. Shunaqangi xonadonlar borki, hattoki qaynona keliniga o't hadib eringni oldiga kirib keturmagin, ishingni qilgin, u qilgin, bu qilgin. Ishonasizmi, meni Koreyadan bundan taxminan 1 yil oldin bir ayol qabulimga kelgan. Koreyada 1 oymi 2 oymi yashab kelganda, uzoq yillar davomida 7-8 yil davomida farzandsizlik muammosi bilan kelgan. Men savol beryapman. Hamma aspektlarni so'rab chiqyapman, hammasi joyida. Men aytayapman, o'zi sizlar bilan turmush o'rtog'ingiz bilan yotoq masalalari o'zi qanaqa deyapman. Erim yiliga 2 marta keladilar Koreyadan. Xo'p, qancha vaqtga keladilar? 15 kunga keladilar. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Birinchi kuni choyxona bo'ladi. O'rtoqlari bilan ko'rishadilar. Ikkinchi kuni qarindoshlar bilan yig'ilish bo'ladi. Uchinchi kuni qayni-qaynitam bilan o'tiradilar. Xuddi mashikruk takrorlanaveradi. Mana shu 15 kun ichida necha marta jinsiy munosabat bo'ldi desam, yo 1 marta yo 2 marta. Vaholanki o'sha 15 kun ichida balkim u oldindan rejalashtirilgan, o'sha ovulyatsiya kuniga qilib rejalashtirilgan holatlar ham bo'ladi. Biz ham ko'p eshitganmiz. Kelganda, qabulga kelganda so'raganimizda, masalan, erim uzoq boshqa chet davlatda ishlaydi yoki qatlardadir komandirovkada bo'ladilar-yu, faqatgina mana shu ovulyatsiya paytida hisoblangan holatlarda kelib, meni oldimda bo'ladilar degan ayollar tomonidan anaqalar bo'lgan, bizga fikrlar aytilgan. Keyin boya aytganingizdek, biz tipichni o'zbek oilalarida bo'lganimiz uchun kelin masalan ishga ketgandan keyin yoki bo'lmasa kelin qayergadir oyisinikiganmi, tanish bilishlarnikiga ketgandan keyin qaynona tomonidan kirib, uni xonasini taftish qilish deymizmi endi, bunaqa holatlar ham bo'lgan menimcha, siz anaqalaringizda konsultatsiyalaringizda. Albatta, ko'p bo'ladi. Ming afsuski juda ham ko'p. To'g'ri, u qaynonalarni ham tushunish mumkin. Endi biz faqat yomonlaydigan bo'lsak, mahal bo'lib qolmaydi. Bari qaynona deymizmi, ona deymizmi? Men hayotda ko'pini ko'rganman, men to'g'risini, yaxshisini bilaman deb o'ylaydi. Aslida shu o'rinda bitta misol keltirib o'taman. Bir kuni qurbaqa ko'lda baliqni ko'rib qopti. Va unga shunaqa tuyulibdiki, bu baliq cho'kayotgandek tuyulibdi. Haligi baqa baliqni nimadan olibdi? Ko'ldan chiqazib olibdi-da. Chunki o'ylabdi, bu cho'kyapti, bu baliqqa men yordam berishim kerak deb o'ylabdi. Suvdan chiqazib olibdi. Suvdan chiqazib olgandan keyin baliqqa suv kerak-ku. U havo yetishmay, chunki u suvda yashaydigan hayvon, u joni uzilishni boshlabdi. Va haligi baqa sen men do'stimsan debdi-da, haligi baliqqa suzg'ichi bilan o'zini qo'lini bog'lab olibdi. Axir biz birga bo'lishimiz kerak, biz yaqin do'stmiz-ku deb. Endi baliq o'libdi, buni osmonda uchib ketayotgan kalxat ko'ribdi-da, haligi baliqni ushabdi-da, ko'tarilibdi. U baliqqa qo'shilib haligi baqa ham ko'tarilibdi. Va u yerda o'sha kalxat hujum qilgan, baliqni ham, baqani ham yegan. Nimaga buni misol qilib keltiryapman? Haligi baqa o'yladiki, baliqqa men nima yaxshiligini bilaman deb o'yladi. Afsuski, ota-onalarimiz hamma haqida gapirmayman. Aynan bu gap o'zini egasini topadi. Shunaqa odamlar borki, men ota-onaman, men farzandim uchun nima yaxshiligini bilaman,
man farzandim qachon farzandli bo'lish kerakligini bilaman. Mani kelinim qanaqa yashash kerakligini, uyda qanaqa ozodagarchilikni ushlashni, eri bilan hattoki yotoq masalasida qanaqa yotish kerakligi man bilaman. Axir bu farzandni men dunyoga keltirdim-ku deb o'ylaydi. Lekin aslida u yaxshi deb o'ylagan narsa bu farzand uchun afsuski zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun albatta kelinchur deylarmi, yosh oilami? Yosh oila bu qaynini-qaynotani hayotini, oilasini davomchisi emas. Birinchi o'rinda shu narsani tushunish kerak. Ular отдельно o'zi alohida oila, Alohida ularning bu o'zini respublika. hayoti bor, o'zini qiziqishlari bor, o'zini turmushi bor, o'zini xohishi bor. Buni albatta ota-onalarimiz tushunishi kerak deb o'ylayman. Albatta. Qachonki ular farzandimni bag'ridan uzib, sizlar baxtli bo'linglar. Sizlar qanaqa yashasanglar ham biz unga rozimiz. Biz ko'namiz, faqatgina sizlarning baxtinglarni ko'rsak bo'ldi deb ota-ona qo'yib yubora olsa va shu bilan birga farzandlar o'zi mustaqil yashay olsagina bu yerda aytaylik o'sha farzand muammosi ancha-muncha kamaygan bo'lardi. Qarang Hilol opa, mana shu farzandsizlik tufayli qabulingizda ajrim yoqasigacha kelgan oilalar bo'lganmi? Juda ko'p, juda ko'p. Hattoki shunaqa bo'ladi, juftliklar keladi. Siz bizani oxirgi xaloskorimizsiz deyshadi. Tam 6 yil, 7 yil, 3 yil, 5 yil oila qurgan, turmush qurgandan keyin bir-birini shu qadar sevib qolgan. Haqiqatdan-da inson sifatida shunaqa sevgan, lekin vaziyat shuni taqozo qilgan. Endi ayni damda Alloh ularga hali farzand nasib etmadi. Aytishadi, ota-onamiz bizni ajratishmoqchi. Biz rozimiz shunaqa yashashga, agar farzandimiz bo'lmasa, hozircha farzandimiz yo'q. Biz ko'namiz shunaqa yashashga. Bizga hozircha to'g'ri keladi. Xotinni o'zi shu narsaga ruhan va jismonan tayyor, ya'ni farzandsiz holatda inson sifatida ikkalariga bir-birini tushunib yashashga tayyor. Albatta tayyor, ular aytishyapti. Hozir emas, balki 1-2 yildan keyin balkim biz boshqa yo'llarni, boshqa alternativa qidirib ko'ramiz. Balki farzand olish haqida bolalar uydan, balki eko qilish haqida o'ylab ko'rardirmiz. Lekin hozir bizga mana shunday yashash qulay. Lekin hali ikkita quda taraf janjal to'polon qilib yotibdi. Eng muhimichi bularda ikkita tomonda ham muammo yo'q. Muammo yo'q. Janjal qilib yotibdi, bo'ldi ajratasizlar, sizlarga bola kerak, alohida boshqa insonlarga bilan oila qursanglar, balki farzandli bo'lib ketasizlar. Xalq orasida shunaqa gap bor, yulduziga to'g'ri kelmabdi. Bularning qon guruhi bir xil ekan, lekin tibbiyotda umuman u narsa yo'q. Albatta, olib qaraganda, yulduziga to'g'ri kelmagan degan gap xalqimiz orasida endi ko'p uchraydi. To'g'ri kelmaganda, balki buni turmushi boshqaga uylansa yoki bu boshqasiga turmushga chiqib ketsa, bolali bo'lib ketadi degan narsa bor, lekin nima deydi? Baribir emotsional insonda bog'lanish degan tuyg'ular bor, energetika degan narsalar bor-da. Bularni hech kim inobatga olmaydi. Har bitta inson bu albatta ruh va u qalb deb bilaman deyman. Albatta, to'g'ri aytasiz. Hattoki shunaqa holatlar bo'lganki, ajoyib, eshitsangiz, kulishni ham bilmaysiz, yig'lashni ham bilmaysiz. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan. Ota-ona ajratib yuborgan ularni. Yoshlar, ota-onamiz degan, 5 yil birga turmush qurgan, mayli degan ota-onamizni rozi qilay degan ajrashgan. Endi ajrashgandan keyin ham hali yigit keta olmagan kelinni. Va yashirincha o'sha nikoh bilan yashab yurgan. Va bu yoqdan ota-onani qistovi bilan boshqa bir qizga yana uylangan. Endi qarangda, bu ikkinchi turmushda bu yerda farzand bo'lmayapti baribir. Vaqt o'tyapti, 3 oydan keyin haligi birinchi turmushda yashab yurgan bu yoqda bo'ydi bo'lyapti. Bular endi nima bo'lyapti? Sevgi uchburchagi deymizmi? Shunaqa holat kelib qolyapti va uchinchi shaxs bu yerda qurbon bo'lib qolyapti. Baxtsiz bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun har doim aytaman, ota-onalar farzandinglarni qo'yib yuboringlar. Ota-onalar farzandinglarni eshitinglar. Xuddi shunaqa haligi farzandlarga, bo'lajak farzand istayotgan ayol va erkakka aytgan bo'lardim. Birinchi o'rinda mustaqil bo'linglar. Qachonki o'zingizlarni oilanglarni asrab olsanglar, o'zingizlarni qo'rg'oninglarni asrab olsanglargina sizlar endi ota-ona bo'lishga tayyorsizlar. Va ko'pgina farzandsizlik, endi hozir bepushlik demaylik, vaqtinchalik o'sha farzandsizlikni psixologik aspektlari juda ham ko'p-da. Menda bitta qiz bor, hali ham shu qiz ikkita farzandi bor, ikkita qiz farzandi bor va uchinchisiga bir 5-6 yildan bir harakat qilyapti va farzand bo'lmayapti.
o'ziga tamg'a pechat qo'yib olgan peshonasiga bo'ldi men bepushtman, erimni yoshi o'tib ketyapti, yana nimadir. Bu yoqdan biza muammoni qidirishni boshladik. Psixologik razborlar qilganimizdan keyin ishonasizmi nima kelib chiqdi? Оказывается, shunaqa bo'lgan ekanki, bu ayol bundan oldin 2 marta tug'ganda, u o'zini eplolmay, o'ziga qarolmay, qanaqadir bo'ladi-ku, ayol o'zi bilan, bola bilan ovora bo'lib qoladi. O'sha vaqtda turmush o'rtog'i ozgina chapga o'ngga yurib qo'ygan. Va bu ayolning miyasida shu narsa qolib ketganda, men hozir yana homilador bo'lsam, men hozir yana farzandli bo'ladigan bo'lsam, erim menga yana xiyonat qilib qo'yishi mumkin. Tana uni o'ziga trigger deb qabul qilgan. Albatta. Va homiladorlikni tanamiz, aqlimiz, miyamiz bu xavf deb hisoblaydi. Biz xohlaymizmi xavfda yashashni? Yo'q. Biz uchun hamma narsa komfortni bo'lishi kerak. Albatta, qulay bo'lishi kerak hamma narsa va qulay bo'lishni yagona yo'li bu homilador bo'lmaslik. Tushunabsizmi? Juda ko'p ayollarda, meni qabulimda bir kamida 20-30% mubolag'a bo'lmasin, 20-30% holatlarda mana shunaqa sabablar kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam shunaqangi holat bo'ladiki, oilada erkak, mana qiz va yigit turmush qurdi, oilada erkak bola pozitsiyasiga tushib qolgan. Ayolning miyasida farzand o'rni band. Chunki u erkak bilan u o'rinni to'ldirib bo'lgan. Eriga u xuddi yosh bolaga qiladigan munosabatni qiladi. Shuning uchun ham uni miyasi aytadi, bolani o'rni band. Senga hozir bola kerak emas, yoki men bu bolang katta bo'ladi, yoki u erkakka aylanadi, yoki sen farzandsiz yuraverasan. Shunaqa tomonlari ham bor. Yo'q, mana shu farzandsizlik muammosi, mana hozir siz bilan gaplashdik, oilalarga qanaqa ta'sir qiladi, ajrimga qanaqa ta'sir qiladi va endi mana shu muammo xotinni o'zini munosabatlariga qanaqa ta'sir qiladi? Juda keskin salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nimaga? Boya aytganimdek, ular bir-biri bilan endi bitta komanda bo'lib ishlamaydi, bir-biriga raqibga qaragandek munosabat bildiradi. Ya'ni ular jamiyatga, atrofdagilariga, ota-onasiga har biri ayb unda emasligini isbotlashga harakat qiladi. Erkak birinchi o'rinda ayb menda emas deydi. Chunki men erkakman deydi. Erkakda hech qachon muammo bo'lmaydi deydi. Ayol bu narsani his qiladi, ayb menda ekan deydi. Yoki aksincha, ayb senda deydi. Chunki qizda hammasi yaxshi chiqyapti, tekshiruvdan o'tyapti, yigit tekshiruvdan o'tmagan. Gap bu yerda muammo yigitda chiqishi ham shart emas aslida. Lekin yashirin ikkalovi miyasida bir-birini ayblab yuraversa, bu yana ziddiyatga olib keladi. Ayb betda men o'ylaymanki, hamma narsa bizning o'zimizning ongimizda. Chunki siz meni aybdor deb bilsangiz, men sizni aybdor deb beraversam, o'sha signalni siz menga qaytarib beraverasiz, men sizga qaytarib beraveraman. Lekin aslini olib qaraganda, hayotda hech narsada men o'ylaymanki, doim shunaqa deb, hayotda o'zi aybdor yo'q. Oilaviy munosabatlarda mana bu farzandsizlik deymizmi, kelishmovchiliklar deymizmi, aybdor umuman bo'lmaydi. Aybdor faqatgina sud zalida bo'lishi mumkin. Albatta. Oilada aybdor bo'lmaydi. Oilada faqatgina xotin bir-birini tushungan holatda yashashlik bo'ladi. Endi to'g'ri, kamdan kam bizda bo'ladi u narsa. Do'stligi, turmush o'rtoq bo'lishi, eng yaqin insoni bo'lishi, farzandlarning otasi bo'lishini ayol kishi kamdan kam holatlardagina bitta insondan topadi. Va bu bitta insonda topilsagina oila mukammal, idealni bo'lib ketadi. Lekin oilada mana bunaqa nima deydi, farzandsizlik holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu albatta xotin o'rtasidagi ziddiyatlarni keltirib chiqaraveradi. Yanada bir-biriga ular aybdor sifatida qarashi bu vaziyatni juda chigal va keskin holatga olib kelishni boshlaydi. Boya o'zingiz ham aytib o'tdingiz, suhbatimiz boshlanishida, hozirgi kunda tibbiyotimiz juda ham rivojlanib ketgan va farzandsizlik bu eng oxirgi nuqta emas, ya'ni oilalarning buzilib ketishida yoki yoshlarning baxtsiz bo'lishida oxirgi nuqta emas. Tibbiyotimiz tomonidan hozirgi zamonaviy usullarda eko protokollari mavjud. Eko protokollariga sizni munosabatingiz qanaqa va qabulingizda bo'lganmi? Ya'ni yoshlarning ikkalasi ham rozi eko qildirishga, lekin qaynonalar tomonidan deymizmi yoki ikkitalar quda tomonidan bu narsaga qarshilik holatlari yoki bo'lmasam erkak kishining o'zi tomonidan qarshilik holatlari bo'lganmi? Albatta. Как без этого deydi-yu. Qarang. Baribir psixolog, psixoterapevt oldiga muammoni yechimi bilan kelishadi.
yechim istab kelishadi. Shunaqa payt man ularga taklif qilaman. Birinchisi, sizlar kelishib olinglar. Farzand sizlarga ayni hozirgi damda shu darajada muhim mavzumi? Agar muhim mavzu bo'lmasa, reja bo'yicha jinsiy munosabatga kirishish, u soat 7 da menda ovulyatsiya ekan, ketdi. Ya'ni nozik masalalarni faqatgina bir plan, reja asosidagi ishga qaragandek qarab, shuni to'xtatib, bir-biringlar bilan lazzatlanib, rohatlanib, bir-biringlarni sevasizlar, yaxshi ko'rasizlar. Shunaqa yashashda davom etishinglar mumkin. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li, bu bo'lishi mumkin farzand olishinglar, bolalar uyidan, dom malyutki deyiladi, u yerdan farzand olishinglar mumkin. Yoki yana bir yo'li eko. Agar mana shu uchalovidan birortasi qaysi biri sizni qadriyatingizga, sizni tushunchalaringizga mos keladigan bo'lsa, o'shanisini tanlashingiz mumkin deb taklif bildiraman. Juda ko'pchiligida shunaqa bo'lganda biz eko haqida o'ylab ko'rdik, faqat kattalar bunga qanaqa munosabat bildirishligini bilmaymiz. Bu narsadan qo'rqyapmiz deyishadi. Uyat deb qaraydilar. Bizda o'zbekchiligimizda, mentalitetimizda bu narsani. Qarang, odamlar baribir eko haqida hali to'laqonli tushunchaga ega emasda. Ular o'ylaydiki, bu dinga qarshi deb o'ylashadi. Endi men diniy tomonlama bunga javob bera olmayman, lekin psixolog sifatida, vrach mutaxassis sifatida aytaman. Bu yerda ekoda asosan men bilishim bo'yicha ayolni tuxum hujayrasi olinadi. Albatta. Va xuddi shu erkakni urug'i olinadi. Kelayotgan patsientlarni, bemorlarni biomateriallardan yaratiladi. Shunchaki bu narsani tabiiy yo'lda emas, tashqarida kolbada qilinib, lekin yana bachadonga joylanadi. Va har doim aytaman, agar senga yaratuvchini o'zi imkoniyat qilib berayotgan bo'lsa, sababini berayotgan bo'lsa va sen shu narsaga erishishing uchun moddiy imkoniyat berayotgan bo'lsa, pul, mablag' berayotgan bo'lsa, nimaga bundan foydalanmaslik kerak? Bu xuddi mamlaqada mana yosh kattalar aytishadi-yu, men yoshligimda kir mashina bo'lmagan, avtomat mashina bo'lmagan, shuning uchun sen ham qo'lda kiringni yuvgin. Kechirasiz, u payti yo'qdi shunaqa mashina, imkoniyat yo'qdi. Demak, meni qaynonam yoki onam shu narsadan qiynalgan ekan deb, issiq suv bo'lib turib, muzdek suvda katta pastelni bilyonni qo'lda yuvish kerakmi? Xuddi shunaqa mana shu farzandsizlik muammosini uzoq aylanib, kutib, o'zinglarni qiynab, azob bergandan ko'ra, mana yaratuvchi sizlarga shunaqa imkoniyat qilib beryapti. To'g'ri, bu narsa vrachlar orqali qilinyapti, lekin siz organizmingizda bo'lyapti. Barcha jarayonlar o'sha farzandingizni 9 oy siz o'zingizni qorningizni ko'tarib yurasiz, dunyoga keltirasiz. Shunchaki bu narsa vrachlarning nazorati ostida bo'ladi. Nimaga mumkin emas? Mana shu narsalarni tushungandan keyin juda ko'p ekoga qo'l urganlar bor. Hattoki meni o'zimni tanishim borki, yaqinlari aynan ikkita tomondan ota-ona juda qarshi bo'lgan va bular yashirincha borib Turkiyaga borib, bu ancha yil oldin bo'lgan narsa, bir 15-20 yil oldingi voqea. Yashirib Turkiyaga borib, o'sha payt endi rivojlanayotgan payt edi. Tushuncha bo'lmaganda va Turkiyaga borib eko qildirib kelishgan. Ular aytishganki, biza ota-onalarimizga buni etmaslikni afzal ko'rdik. Men aytdim, bu sizlarning tanlovinglar. Xohlasanglar aytinglar, xohlasanglar aytmanglar. Chunki siz bu dunyoda 100 ta odam bo'lsa, 100 ta odamni hammani fikrini bu to'g'ri, bu qanaqadir bizning qadriyatlarimizga qarshi emas deb 100 ta odamga tushuntirib bera olmaysiz. 100 ta odamning fikrini o'zgartira olmaysiz. Siz mana bu yerda pok niyat bo'lsangiz, agar siz shu qilayotgan ishingizni, amalingizni Allohga tavakkal qilib, o'zingizning izning bilan deb so'raydigan bo'lsangiz, u albatta bo'ladi. Почему бы нет? Dedi-yu. Albatta, chunki bizada ham ko'p holatlarda bo'lgan bu narsalar. Patsientlarimizga kelishadi yoki qo'ng'iroq qilib qolishadi. Bizada so'rab siz klinikangizga murojaat qilishlari mumkin yoki bo'lmasa meni oyim kelishligi mumkin, meni adam, qaynonam borishligi mumkin. Iltimos, siz haqimizdagi ma'lumotlarni oshkor qilmanglar. O'zi bu bizada zid, ya'ni qonunga zid. Biz uchinchi shaxsga ma'lumotlarni umuman tarqatmaymiz. Nimaga deb so'raganimizda, savol berganimizda ularda shunaqa javob bo'ladi, ya'ni biz bu narsani qildirayotganimizni, bizning uyimizdagilarning xabari yo'q. O'shaning uchun bu narsani sir bo'lib qolishini xohlaymiz. Bu narsada bizda dinimizda va jamiyatda uyat deb bilinar ekan. Ertaga meni bolam tug'ilgandan keyin uni hamma qo'li bilan ko'rsatishini xohlamayman degan fikrlarni ham eshitganmiz.
Afsuski shunaqa. Bu baribir tibbiy savodsizlik deb hisoblayman. Balki 5 yildan keyin, balki undan ham ozroq vaqt o'tgandan keyin odamlar balki ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda, ko'proq aynan ommaviy axborot vositalarida bu haqida ko'proq yoritilsa, menimcha odamlar bunga yengilroq, osonroq. Misol uchun, tabiiy tug'ruq yo'li bor, kesirova yo'li bor. Hozir kelib odamlar kesirova yo'li bilan tug'ruqni amalga oshirishga norma sifatida qarashadi-ku. Lekin qachondir bu narsa ham muhokamaga bo'lgan. Men o'ylayman, qanchadir vaqt o'tgandan keyin ekoga nisbatan ham odamlarning munosabati o'zgaradi. Bu shunaqa holatlar bo'ladi. Patsientlarimizga keladi, ekoga olishga уже nima deydi, ota-onalar ham rozi, farzandlar ham rozi, moddiy tomondan hamma narsa yetarli, lekin qanaqadir patsientlarning o'zida qo'rquv bor. Bu jarayon ekoga qanaqa psixologik ta'sir o'tkazadi? Aslida bilasizmi, bu qo'rquv ham tabiiy. Bilasizmi nimaga? Вообще eko hali nafaqat O'zbekiston, umuman butun dunyo tajribasida bu nisbatan yangi metodika hisoblanadi. Har qanday yangi narsaga biz ozgina qo'rquv bilan, ozgina xavotir bilan qaraymiz. Bo'larmikin? O'xsharmikin? Вообще to'g'rimikin degan tushuncha bilan qaraymiz va bu absolyutno tabiiy. Misol uchun kichkina bolacha yurishni boshlayotganda ham bu dabdurustdan turib ketmaydi, u qo'rqib o'rnidan turadi. U qo'rqib turadi, yiqilib ketmasmikinman, nimadir bo'lmasmikin deb. Va bu absolyutno tabiiy holat. Bitta narsani tushunish kerak, bu qo'rquv normalligini bilgandan keyin, agar bu sizniki bo'lsa, agar bu sizni farzandga erishishning bir siz bosib o'tadigan yo'lingiz bo'lsa, mayli amalga oshiring. Chunki agar bu sizniki bo'lmasa, baribir o'xshamaydi bu narsa. Ko'rganmiz mana eko amaliyoti o'tkazilgan, lekin nimadir bo'lib, shu urug'lanmay qolgan yoki boshqa holatlar ham bo'ladi-ku. Yoki biz embrionni ko'chirib o'tkazib beramiz. 12 kundan keyin uni javobi chiqishi kerak bo'ladi. Ayol analiz topshirishi kerak va qonda homiladorlik natijasi aniqlanishi kerak. O'sha holatlarda, masalan, homilador bo'lmagan holatda ham ayol keyin bizada masalan o'zimizdan zaxiramizda ayol embrionlar bor. Hali unda imkoniyat bor, lekin ayol tushkunlikka tushib qolib, "Yo'q, menda o'xshamadi." Birinchisida o'xshab ketmasligi mumkin, organizm qabul qila olmasligi mumkin. Tabiiy homiladorlikda masalan qanaqa holatlar bo'ladi ayollarda? Eko homiladorlik ham shunaqa deb tushuntirganimizda ayol o'zi shundoq nima deydi, o'zini qobig'idan chiqisi kelmasdan o'tirgan holatlari bor-da. Biz o'shanda ularga tavsiya qilmaymiz. Ya'ni keyingi safarga bizani anaqamizni, perinosimizni, ya'ni bolajonimizni ona qorniga o'tkazib berishini tavsiya qilmaymiz. Bu holat to'g'ri deb o'ylaysizmi? To'ppa-to'g'ri. Chunki ayol stressda, qo'rquvda, voy, yana prijitsa qilarmikin? Haligi embrion yashab ketarmikin? Organizmga tusharmikin yoki nimadir bo'larmi? Bu stress yana organizm uchun stress. Har qanday stress bo'lgandan keyin organizm kuchli qo'zg'alish holatida bo'ladi. Qo'zg'alish bo'lgandan keyin u har qanday organizmga kirayotgan boshqa bir har qanday yana bir organizmni u отторжение, ya'ni chiqazib yuborishga harakat qiladi. Va tabiiy holatda haligi embrion u yerda rivojlanmasligi mumkin yoki ko'chishi mumkin. Hilol opa, bugungi mazmunli suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi suhbatlarda yana sizni kutib qolamiz. Rahmat sizga yana bir bora. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar, ishinglarga omad. Rahmat.